Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi juma ayyomi hammamizga muborak bo'lsin. Bugungi ishimiz ham boshqa bo'ldi. Bu yerda tashqarida ko'chadagi огородimizga PN10 trubasida 32 likda palitochka chiqarganmiz. Palitochkaga alohida motorxonadan alohida truba tortib kelganmiz. Sababi ikkita огородda aqlli sistema qilib, ikki огород bir vaqt o'zida ishlashligi uchun bu yerda uchotchigimizga yashilli ko'kdagisi bachon to'ldirish, qizildagisi motordan tarqash, bu yerga klapadan qo'yib, xudo xolisa avtomatik ishlardan qilib qo'yamiz. Bu yerda suv trubalarimizni tortib olganmiz. Chekadagi o'ng tarafdagi poliviki, o'rtadagi bachon to'ldirish va qizilimiz tarqatish bo'ladi. Ikkinchi огородimizni elektroshkalari kelasi bir holatda bir vaqtda ishlaydi va o'rtada umumiy hovliga bitta rakovina chiqarganmiz. Rakovinaga tochka, bu yerda kanalizatsiya ulab qo'yamiz. Suv trubalarimizni tortib kelyapmiz-da. Xudo xolisa hozir bu yerga kiramiz. Bizga kuzatishda davom etinglar. Yaqinda usta chaqirma o'zing qil degan loyihamizni proyektga kirityapti. Xudo xolisa foydali bo'ladi.